Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Andijonning Baliqchi tumaniga kelganmiz. Xo'p, 520 lik joyimiz bu. Shunda G variantda. Xo'p, ikkinchi xonamiz to'g'rida o'sha 3,5 metrlik. Bu tarafda 480 lik joyimiz bor. Katta joy. Arzon variantda bo'ladi. Asosiy qismi arzon variantda. Bitta ikkita joyda o'sha qimmat variant korobka qilib tiqqan joylarimiz bo'ladi. Uni ko'rsatamiz. Sekin boshlayapmiz, sekin ko'rsatib boramiz. Yo'limizda korpusi tayyor bo'ldi. Tokchalarimiz ichi arzon variantda bo'lyapti. O'sha devor holati ko'rinib turadi. Garderob ichi qimmat variantda. Qubalarni qo'yamiz. Korobkali bo'lyapti. Ikkinchi xonamizda korpusi tayyor bo'ldi. 4 ta tokchamiz ham polkalar qo'yib berdik. Arzon variantda bo'lyapti. Ikkita taxmonimiz o'sha ko'rpa taxlashi taxmon. O'rtada tuyurma tayyorlaymiz. O'sha o'rtada oynasi, tagida g'aladorlari bilan tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub astini laminat matvisidan tayyorladik. Xo'p, nimalar bo'ldi? To'g'ridagi tokchalar arzon variantda bo'lgan, orqasi devor holatda qolgan, o'zini kerakli joylarga polkalarni qo'yib berganmiz. Osha-moshalarimiz vakuumli. Xo'p, bu tarafda garderobimiz. Garderobimizni qimmat variantda qildik. Buni sababini hozir ko'rsataman. Sababi uyi diagonali bo'lmagan. Patologgacha mashincha chiqib ketadi. Endi bag'ini uy polni gipsokardon bo'ladi. Gipsokardonchi ustalar buni qilich qilib to'g'irlashadi. O'sha gipsokardonni radiga biz to'g'irlab qo'yganmiz. Shuni hisobiga buni korpusli qildik. Arzon variantda o'xshamas edi. Xo'p, ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz to'g'rida ikkita taxmon, o'rtasida tokchani tuyulmali qildik. O'sha g'aladorlar bor. Sal ensizroq chiqdi, lekin unumli foydalanib oldik. Ikkita oynadan polkalarni qo'yib berdik. Xo'p, ba'dagi tokchalarimiz ham hammasi o'sha narigi birinchida ko'rsatganimizdagi arzon variant. Lekin osha-moshalari, ruchkalari yaxshisidan. O'sha osha-moshalari vakuumli. Bu uyimizda ham ko'st bor edi, u ko'stni ham to'g'irlab o'rganmiz. Patologchi usta bizdan oldin kelib, patologni cho'tki qilib to'g'irlab berganlar. Mana bu tarafdan o'sha gipsokardonni haq tashalgan. Bu tarafda ham mana bizni chaspagimizdan shu patologi bag'idan yana xona to'g'ri chiqadi. Hol ustalari ancha ishi bor. Xudo xolasa zo'r bo'ladi xona. Xo'p, narxi birinchi razmeri 13,5 metr joy 16 million 400 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.